Assalomu alaykum qadrdon kanalimiz a'zolari. Mana bugun 21-aprel 2025-yil navbatdagi laboga chiroyli bugun tunkashib bo'ldik. Laboyimiz egalari YouTube'dagi kanalimizdan ko'rib Farg'ona viloyati Quva tumanidan etiketlar. Laboni polni hamma joylari shuni izolatsa, choklariga mana polni ko'rib turaverasiz. Silliq ko'z oladigan darajadagi silliq holatdagi mana tunkalar qoplangan, ichlaridan taxta panel shumizalatsiya qilingan qo'shimchasiga mana bu joylarda mana penaplekslari bor, ish shumkalari bor, konteyner pollari, hamma narsasi bor. Mana shu tormozdagi yuklarda ushlab qolish uchun mo'ljallangan yo'llarda mana issiq sovuqda ushlab turadigan penaplekslar qo'yilgan. Mana bu joyga mana akkumulyator zashta qiladigan sandiqlari bor. Mana bu laboga qo'yganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu labo avval tuniga qoplatib ketgan ekan. Xo'p, nari yoniga hozir o'ng chap qilib bu yoniga sandiq uстановка qilyapmiz. Unisini ham videolarda qo'yib o'rnatib beramiz. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'ida, svetofor yaqinida 1 soat ichida chiroyli o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa like bosib, do'stlarga, yaqinlarga ana shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Kamchiliklarni ham bemalol kommentariy yozib qo'yinglar. Keyingi ishlardan xudo xolasa chiroyli o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 24 soat aloqadamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ana shogirdimiz ham keldi tuzalib.